Qur'ondagi shifo surasi bor, Fotiha surasi. Har kuni Fotiha surasini payg'ambarimiz shifo dedilar. Alloh taolo bizga shifo dedi buni. Qur'onni nimasi dedi? Onasi dedi. Qur'onni ochuvchisi dedi. Hamma yaxshiliklarning nimasi? Kaliti dedi. Saodatda nimasi? Gultoji dedi. Butun insonni hidoyatini chashmasi dedi. Mana shu Fotiha surasi. Har kuni Fotiha surasini uyimizda qodir emasmizmi? Har kuni ertalab masalan choy ichamiz, bola chaqalarimiz bilan choy ichamiz. Mana o'tirgan paytingizda ixlos bilan 7 marotaba Fotiha surasini o'qib, dam urib, shuf deb Allohim shifo qiling deb ovqatgami, yeyotgan noningizgami, Allohim shu alohida domla bo'lishligi, alohida unga bir maxsus bir inson bo'lishligi shart emas. O'zingiz a'udhu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb ixlos bilan Alhamdu surasini, ey Alloh, Fotiha surasining shifosidan, rahmatidan, barakasidan, hidoyatidan Allohim bizni oilamizni, qo'ni-qo'shnilarimizni, mahallamizni, elimiz, yurtimizni tuzalmas kasalliklardan panoh bergin, zarar ziyonlardan asragin. Mana bunday vahmalardan asragin deb Allohdan panoh so'rab duo qilsak, duo qabul bo'lmaydimi?